Bugun shunaqa bitta DTP bo'lgan, ariqqa tushib ketgan skuter kelgan ekan. Shuni ishlarini ko'rib chiqamiz. Basharasi uzilib ketgan. Faralari yo'q, uchkalari yo'q. Plastiklarini, kreplenalari. И также mana bu pastdagi dugani ushlab turadigan temiri ham qishigan. Korosli. Bittasi bu tomonga, bittasi orqa tomonga tortib yotibdi. Ishini ko'rib chiqamiz mashina. Undan tashqari boshqa mayda-chuyda ishlari, variator tomondagisi bunaqa spleni almashtiramiz. Xullas, endigi ishimiz ham shu bo'ladi. Tak ko'rishinglar mumkin buni moyaga oqizib yurgan. Shuni yechganda mana bitta prokladkasi qo'yilmagan bo'lgan. Xohlasam shuni qo'yib olamiz. Muammosi hal bo'ladi. Bundan tashqari mana pultini yangi qo'yildi. O'zini eski pulti. Mana shu yerda yotibdi. Rezdalari ketgan. Bu almashtirildi. Basharasi joyiga qaytarildi. Mana plastiklari. Ahmetlari ham ochilib yotgan bo'lgan. Endi oldiga bitta basharasining pavukini qo'yiladi. Xohlasa bu masalasi hal. Endi ko'rib chiqamizki, mana balon yeb yurgan. Shuni sababini ko'ramiz va displeyni variator almashtiriladi.